Assalomu alaykum, hurmatli No'qat qarji motor kanali qatorchilari. Bugungi kunga 20-fevral 2023-yil biz dushanba kuni sizlar bilan valyutalar ko'rsatamiz. Bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Mo'tona tushuk tomonga tatlı bo'lsin demoqchimiz. Barinizlarga ishingizga egillik, mamlakatlik bank tijara ko'rishamiz hozir. Boqay bank tijara ko'rishamiz. Bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Mo'tonalar katta qanda. Mo'tona Boqay bankka kelib, Boqay bankda 87 so'm, 32 dollar, 95 so'm euro, 173 ekan ruble qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, bardagi yerda shunday ekan. Kurslar az boshqa bankda qancha ekan shol joydan ko'rishamiz. Hurmatli tuğanlar, Finka bankda shunday ekan qarangizlar. 87 so'm 40 dollar, 94 so'm 30 euro, 173 ekan bu yerdalar ruble. Hurmatli tuğanlar qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, nima ekanlik? Ekaslam bankda shunday ekan qarangizlar. Rublelar o'zgarish yo'q. Bardagi yerda shunday ekan 173 ekan qarangizlar. 87 so'm 20 dollar, 90 so'm 50 euro. Mana shunday ekan qarangizlar. Hatto tuğanlar ulamashli joy ekan qarangizlar. Bu yerda 87 so'm 60 dollar, 1 so'm 16 rubl. Qozoq tengasi 13 tiyin, O'zbekiston 0.75 tiyin. Qarangizlar, hurmatli tuğanlar. Bu yerda shunday ekan. Hurmatli tuğanlar qarangizlar. Kırsan bankda sal kuchli ekan. 1.75 ekan rubl. Qozoq tengasi yo'q, O'zbekiston ham yo'q. Bu yerda rubl, dollar 87 so'm 32 tiyin, euro 90 so'm 50 tiyin, rubl bo'lsa 1.75 ekan qarangizlar. 1 rubl 1.75 so'm bo'lyapti. Hurmatli tuğanlar, Do'stlikda bankda shunday ekan qarangizlar. 87 so'm 32 dollar, 90 so'm 40 tiyin euro, 1.73 ekan bu yerda qarangizlar. 1.73 ekan. Hurmatli tuğanlar, sizlar No'qat qarji motor kanali sizlarni qo'shadi. Daima tinch omon bo'linglar. Ertaga kurslar qo'shilishga sasonat bo'lsin. Like bosib kommentar yozib qo'yinglar hurmatli tuğanlar. Bugungi ish kuningizlar yaxshi bo'lsin. Qay yerda bo'lsa da like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Tushuk tomonga tatlı olsun demişler. Selamun aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.